Tushlarga ishonish kerakmi? Assalomu alaykum. Sizlar bilan Yoqubjon Salimov. Demak, ko'pchilik menga yoshlarda ko'rilgan tushlar o'ngidan keladimi? Tushlarga o'zi ishonish kerakmi deyiladi. Men sizlarga bir hadisdan misol keltiraman. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tushlar 3 ta turga bo'linadi deyilgan. Va birinchisi bu rahmoniy tushlar, ya'ni Alloh taolodan berilgan tushlar bo'ladi va u tushlar sizga tushungizni ogohlantirish ramzi bo'lib kiradi. Ikkinchi tushlar shaytoniy tushlar bo'ladi, ya'ni shayton kirib olib sizni turli xil vasvaslar qiladi tushingizda. Va uchinchisi kundalik turmushdagi tushlar bo'ladi degan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Bundan kelib chiqib aytishim mumkinki, tushlarga ishonish kerak, ammo lekin ayrim turlarga, ya'ni rahmoniy, Allohdan bo'lgan pokiza tushlarga ishonish kerak. Ya'ni u tushlar sizga kirib manfaatli bo'ladi, ya'ni ogohlantirish bo'lib kiradi. Va yana islomiy tushlarning ko'pchiligini hozirgi kanalimda eng ko'p o'sha mavzu haqida, ya'ni o'lgan odam haqida qo'yapman. Ya'ni o'lgan odamni tushga kirish haqida rostdan ham ogohlantirib bo'lib kirishi, ular sizni nimadandir ogohlantirishi yoki qaytarish haqida videolar qo'yganman va bu manbasi bor va rost gaplar. Xuddi shunaqa tushlar ham juda ham ko'p, talaygina. Men ularni hammasini kanalimga iloji boricha ko'proq joylab boraman. Faqatgina yana sizlardan iltimosim, aynan qaysi tush ta'birlari sizga kerak ekanligini izohlarda yozib qoldirib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar.